Selam dostlar, ben Abdurrahman Keyit bu kanalda sizlerle Abdurrashidov. Bugün videomuzda Dream Draft'ını açacağız. Bizge Van Dijk gerek, Van Dijk olması lazım. Buna ne sırasını yapalım? Tabii var, bunga fuksamalar yeter. Azam uçaklarına membrana tarih gitti. Birinchidan boshlaymiz. To'rtta yaxshi. Himoya uchun ham tuziladi. Lekin 3-1-2 yaxshi. Bir yaxshi. 3-4-1-2 yaxshi. Kuchligan Guardiz chiqyapti. Bosamiz. 1.83 bu yaxshi. Kobe. Diktatör yaxshi. Ender Militao. Rahmani. Yo. Sanab qo'ymayman. Rudiger yaxshigan tanlov ekan. Rudiger yaxshiroqdan ko'rsatkichlari. Kimni tanlaymiz? Araujo'ni pasga bo'lsa kerak. Lekin men mana bu Ferrari tezligini yaxshi, yuqorida hujum chiqishi mumkin. James yaxshigan tanlov lekin. Kimni olish yaxshi? Bu ham yaxshi. Casemiro bor. Lapotka degan o'yinchi bor ekan. Lapotkami? Oy, Freeform Hakimi. Ashraf Hakimi. Bu yana son Xiaomi tanlaymiz deganimda men Openni dedim. Yoki Sog'ni. Opendan tanlayman. Openni tanlaych. Mateus Cunha or Ronaldo. Mateus Cunha tezlik yaxshi. Venus undan ham yaxshi. Faqat biz Guardiolardan bir 3 bittasini 3 quvatdan biri. Bu yer tanlov 1.90 bo'yiga ega. Bas. Lekin ko'rsatkichni Provodel yaxshi, lekin bo'yiga Mapekovic 70 ni qo'llanasiz, Montasini 78. Wanda ben. Men aslida tezi yo'qman. Akanji to'pni olish yaxshi. Himoyachiga to'p qarash kerak tezlikda. Qolani tanlaymiz. Omar Marmush deganimda Omar Marmush tezlik boshladi. Komanda Neto dalili Pedro Neto yaxshi ekan. Omar Lokman 97 reyting Abdul Başan kita kan nazar ediyorlar. Yaxshi. Ben oyunu bilemezsem bilemem. Video çıkaramam. Baksaçça. Sana bu. Karamasa oyunu. 390. Son tanımıyor çünkü. İyi bana vatı tapaları oturuyor. Lokman tezek yaxshi ekan. Sen ben de hücum çıkarmak istedim. Kamera yapayım. Dur bir tane şeyle Koman bunu düşerek. Çok videoyu sigara alma gerekmez.